Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya bilan urush va diplomatik jarayonlar bo'yicha so'nggi bayonotini e'lon qildi. Unda Ukraina armiyasining uzoq masofaga zarba bera olish qobiliyatini tinchlikka erishish uchun almashtirib bo'lmaydigan kalit deya atadi. Prezident video murojaatida Donald Trump tomonidan ilgari surilgan front chizig'ida urushni to'xtatish taklifini diplomatiya boshlanishi sifatida baholagan bo'lsa-da, u bunday yondashuv faqat Ukraina qurolli salohiyati kuchli bo'lgan taqdirdagina haqiqiy natija berish ta'kidladi. Zelenskiy Rossiyaning diplomatiyaga qiziqishi aynan Ukraina raketa va dron zarbalari faol bo'lgan paytda kuchayishini, bu esa zarba berish salohiyatini strategik jihatdan muhim omilga aylantirayotganini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, uzoq masofaga mo'ljallangan zarbalar mavzusi qisqa muddatga kun tartibidan tushganida Moskvaning muzokaralarga tayyorligi ham susaygan. Aynan shuning uchun Ukraina armiyasining nishonga aniq va uzoqdan zarba bera olishi Rossiyani muloqotda majburlovchi asosiy vositaga aylanmoqda. Prezident shuningdek, AQSh tomonidan yetkazib berilishi mumkin bo'lgan Tomahawk raketalari atrofidagi munozarani ham Moskva tomonidan jiddiy qabul qilinganini, bu esa diplomatiyaga kuchli turtki berganini qayd etdi. Ayni vaqtda front ortida bo'layotgan jangovar harakatlar ham kuchaymoqda. Ukraina armiyasi 22 oktyabrga o'tar kechasi Rossiya hududidagi bir nechta strategik obyektlarga dronlar orqali zarba berdi. Dog'iston rahbari Sergey Melikov va Mordoviya rahbari Artyom Zdunov ta'kidlashicha, Maxachqaladagi Dagnotech neftni qayta ishlash zavodi va Saranskdagi mexanika zavodi Ukraina dronlarining nishoniga aylangan. Saransk zavodi mudofaa sanoati uchun uskunalar ishlab chiqarishi bilan mashhur bo'lib, bu zarbalar Rossiya harbiy infratuzilmasiga yetkazilgan muhim yo'qotishlar qatoriga kiradi. Bunga javoban Rossiya 22 oktyabr kechasi Ukraina hududlariga, jumladan Kiyev, Zaporojye, Dnipropetrovsk va Odessa viloyatlariga raketalar va dronlar yordamida keng ko'lamli hujum uyushtirdi. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmatining ma'lumotlariga ko'ra, Kiyevda kamida 2 kishi halok bo'lgan, 5 nafardan ortiq fuqaro, jumladan 2 yoshli bola jarohat olgan. Brovar tumanida 3 kishi, Zaporojyedagi hujumda esa 13 kishi, jumladan 2 bola yaralangan. Ukraina energetika vazirligi hujumlar oqibatida mamlakatning ko'plab hududlarida elektr ta'minoti favqulodda uzilganini bildirdi. Shu bilan birga Ukraina g'arb bilan hamkorlikni chuqurlashtirmoqda. Chexiya tashqi ishlar vazirligi yerni kuzatish uchun mo'ljallangan sun'iy yo'ldosh qurilishini boshlab yuborganini e'lon qildi. Ushbu sun'iy yo'ldosh ob-havo sharoiti va kun davomiyligidan qat'iy nazar razvedka ma'lumotlarini uzatishga qodir bo'lib, u 1 yil ichida orbitaga chiqarilishi rejalashtirilmoqda. Loyihada yana bir necha sun'iy yo'ldoshni orbital guruh sifatida birlashtirish ko'zda tutilgan bo'lib, bu Ukraina harbiy razvedkasining imkoniyatlarini keskin oshiradi. Ushbu voqealar fonida Rossiya prezidenti Vladimir Putin xavfsizlik bilan bog'liq yana bir jiddiy da'voga duch keldi. AQShda yashirin faoliyat yuritgan sobiq Rossiya tashqi razvedka polkovniki Andrey Bezrukovning ogohlantirishicha, Britaniya razvedka idoralari Putin hayotiga qarshi xoinona operatsiya ustida ishlayotgan bo'lishi mumkin. Daily Express gazetasi bergan xabarga ko'ra, bu operatsiya ehtimoliy siyosiy zarba sifatida tayyorlanmoqda va aynan Budapeshtdagi uchrashuvlar chog'ida amalga oshirilishi mumkin. Bezrukov xavfsizlik nuqtai nazaridan Putinning Budapeshtga bormasligini maslahat bergan. Ukraina frontlaridagi harbiy harakatlar, strategik obyektlarga berilayotgan zarbalar, Rossiyaning javob hujumlari va g'arb davlatlari bilan texnologik hamkorlik, shu qatorda Putinga qarshi da'vo qilinayotgan suiqasd rejasi, bularning barchasi urushning harbiy va diplomatik maydonlarda keskin bosqichga o'tganini ko'rsatmoqda. Zelenskiyning fikricha, bu sharoitda kuchli harbiy salohiyatni faqat g'alaba, balki diplomatiya eshiklarini ochuvchi asosiy omilga aylanmoqda.